Nima bo'ldi ekan? Chiqdingmi? Nima bo'ldi? Короче, hamma narsani o'g'irladi. Pullarni va hujjatlarni barchasini. Yaxshi ish qilibsan. Короче, endi buni nimadir qilish kerak, qayergadir yashirish kerak. Menimcha, bilmadim lekin. Jo'xa bilib qo'ysa dabdala. To'g'ri aytding, Jo'xaga to'nka boramiz. Jo'xani uyiga borib yashiribki. Qanaqasiga? Bilmadim, bor yashir. Men esa ketdim. Borib seni kutib turaman o'rmon ichiga. Xo'p, unda Jo'xani uyining tagiga yashiraman. Davay, man ketdim, yaxshi bor. Xo'p. Voy. Oh, namcha quyosh chiqib ketgan. Men esa uxlab yotibman. Voy dod. Soat nechi bo'ldi ekan telefonimdan ko'ray qani. O'yindan 8 daqiqa o'tibdi. Voy, shunchalik ham uxlaymanmi? O'zi ham uyquchi xurrak otar, xurrak otmayman, lekin uyquchi bo'lib ketyapman kundan kunga. Qishloqlar ham yuribdi qishloqni aylanib ertalab. Soat qanaqasiga 10? Soat 10 da quyosh maniaqda bo'lmasdi? 12 da maniaqda bo'ladi. Maniaqda bo'lmasmidi hatto? Mayli, nechiva. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Jo'xa va sizlar meni Jo'xa Uz, ya'ni asosiy kanalimdasizlar. Jigarli kanalga tez obuna bo'linglar, chunki men yangi yilgacha 50 ming obunachiga erishishim kerak va bunga sizlarning yordaminglar kerak. Tez kanalga obuna bo'linglar va videoni oxirigacha ko'rib like bosinglar. Bu esa men uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Aytgancha, obuna bo'lish knopkasini tagida bir nechta kanal bor. Har biriga obuna bo'ling, chunki bu men uchun aytganimdek muhim. Jigarlar, bugun qishloqdan bir aylanib kelay, qani qishloqlar nima der ekan, nima gaplar ekan olamda. Assalomu alaykum, biza keldik yoningizga. Qolganini qofiya qilmading-ku. Hozir Ramazon oyi emas, o'shanga qofiya qilmadim. Qachon Ramazon oyi kelarkida mazza qilib roza tutardik. To'ppa to'g'ri, bu juda ham yaxshi. Men ham kutyapman. Va stop, to'xtab tur. Obunachilar, sizlar ham kutyapsizlarmi? Albatta kutib qolinglar, chunki biz musulmonlarmiz va biz uchun bu juda ham muhim. Nima gaplar qishloqda? Nimalar qilyapsan? Hech nima, kecha uyimda yotganda bir ikkita g'alati odamlarni, katta erkak kishilarning ovozi eshitildi. Keyin cho'chib uyg'onib ketdim. Keyin qarasam, bu yerda uyi ochiq qolgan ekan. Keyin borib yopib keldim-da, keyin men uxlab qolibdi. Keyin ko'rmagan ekan. Короче, bilmadim nima bo'lganini. Balki tushingda bo'lgandir, o'shaning uchun bilmayotgandursan. Yo'q, jinimisan, o'ngimda bo'ldi. Turib sovishdim, keyin anaqa joyga borib keldim. Agar tushim bo'lganda ertalab ko'rmam xol bo'lardi. To'g'ri. Unaqangi narsalarni aytma, video ketyapti, jinni. O'zing so'rading-da, aytdim shu uchun. Mayli, endi nima ham derdim. Mer uyidami? Merga gapim bor. Uyida ish qilyapti. Bo'pti. Merga aytishim kerak, menga biroz kattaroq yer kerak. Ferma qurmoqchiman. Assalomu alaykum janob, qalaysiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sen yetmay turganding. Nima bo'ldi? Nima buncha vahima qilyapsiz? Короче, hujjatlar va pullar yo'q. Hokimiyat tomonidan qishlog'imizga ajratilgan pullar hamda qishlog'imizning hujjatlari yo'qolib qopti. Qayerga ketdi ekan, hayronman, topish kerak. Bilmadim qayerga ketganini, nima mendan so'rayapsiz? Sen bilmaysan, men ham bilmayman. O'sha topish kerak, izlash iltimos. Qayerga qo'yganingiz oxirgi marta? Mana shu stol ustida turgandi. Mana turibdi hujjatlar. Jinnimisan, bunaqa hujjat emas, bu kitoblar, bularni men o'qiyman doim. Hujjatlarni men notebook'im, kompyuterim klaviaturasi ustiga qo'ygandim. Pullarni esa telefon ustiga. Siz nima faqat mana shunaqa narsalar ustiga qo'yasiz? Monitor ustiga nima qo'yuvdingiz? Monitor ustiga hech nima qo'ymadim. Faqat shunaqa qildim. Короче, yo'qolib iltimos topishi bor. Mayli, harakat qilib ko'raman. Yo'q, harakat qilma. Bu senga buyruq. Tez qishloqdan aylanib top chiq. Bo'pti, mayli. Mayli, bir amallayman. Jigarli, shu merga ham hayronman. Doim nimasidir yo'qotib yuradi, hayronman. Qayerdan topaman endi? Obbo. Mana bu yoqqa borib kelaymikan? Mana shu binoning ichiga qanaqa, короче, fermamdagi ishlamdi. Fermadagi ishlar yig'ishtirib turaylik shu payt. Chunki merda o'sha pul yo'qolgan. Mana shu bratni uyini bir tekshirib chiqaydi men. Mana shu brat juda ham menga yoqmaydi. Stul yoqadi, lekin stulga o'tirishmasdi-da. Chunki bu divan simon stul. Короче, stolning tagiga bormikan? Tagini qanday ko'rsam bo'ladi? Tagiga yo'q. Shkafida, shkaf, bu katta shkaf. Bunda yo'q. Bu ochilmaydi. Buni bor yo'qligi bilib bo'lmaydi. Buni sindirib bilmasam, bitta stul bor, yog'ochdan bu tagida ezadi, aniq o'tirib bo'lmaydi. Bu yerda kravati bor. Sakrasa ko'tarib tashlamas ekan, ko'tarib tashlaydigani bor edi adashmasam. U meni uyim dedi. Brat o'zi kelib qolmasdan uyidan suraylik. Mana u
shaxtaning ichiga kimdir yashirib ketgan bo'lishi ham mumkin-ku. Ha, shaxtaning ichiga qop qorong'ida hech nima ko'rinmaydi. Tak, mana bu bino bor bizda. Mana shu yerda ochib qo'yay yo'lda odamlar kirib chiqishi uchun. Bu yerda esa yo'q, hech kim bu yerga olib kelmaydi ham, yashirmaydi ham, ishi yo'q bu yerga. Chunki musorxona yo'qda. Agar kimdir kirgan bo'lganga mana uni mendan oldin olib tashlagan bo'lishi kerak edi. Ya'ni eshikdagi o'sha joylarni. Musorxona degandek, musorxonani ko'rib kelay, musorxonada bo'lishi ham mumkin-ku. Tak, vatta musorxona. Tak, ochamiz. Ochil, yo'q, ochil. Tak, ochamiz. Bitta qog'oz turibdi. Qani? Vaq, kimnidir qog'ozi ekan. Tak, buni ichida qandaysiga bo'lishi mumkin? Buni ichiga suv bor. Suv ichiga tushsa qog'oz yo'qolib ketadi. Wow, qaysidir it suyagini yo'qotib qo'yibdi. Voy, bechara it. Mana bu yerda esa yana bitta butilkan ustiga o'tirib olyapmanmi? Qanday mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Tak. Muhimi topish kerak qayerdan. Bilmadim qayerdan topishdi voy. Xo'sh. Ana endi nima qilaman? Atrofda hech kim yo'qmi? Yo'q, yaxshi. Jo'xa ham musorxonani titib yotibdi, pullarni izlab. Pullar esa menda, voy jinni. Qaror shu yerga yashiraman. Tak, voy jitil o'tib ketdi, ko'rmadi yaxshiyam. Tak, bo'ldi, mana shu yerga qo'yaman. Tak, yaxshilab yashiraman. Endi tepaga qaytib chiqishimiz kerak. Tak, qaytib chiqqanman bir amallab. Tak, bo'ldi. Endi bu yerga eshikni joylashtirish kerak, chunki keyinchalik pulni kelib olib ketishim kerak. O'shaning uchun eshik qo'yaman. Menimcha Jo'xa bilmaydi. Juda ham ajoyib eshik bo'ldi. Tak, endi surish kerak. Jo'xa ko'rmasa bo'lgani muhimi. Bu musorxonaning ichida aniq topa olmayman. Boshqa joylarda izlash kerak. Bilmadim qayerda izlasam, yo bratni uyida. Hech nima yo'q. Bratni o'zi ham yo'q. Uy emas-da, bu o'zi ko'ryapsizlarmi, eshigi ochiq. Mana yerda ham zo'r joy bor ekan. Ikkinchi qavat bor ekan. Ikkinchi qavatda balon o'qi ham yo'q ekan. Bratlar, kechirasizlar, PPSdamiz. Biz reyd olib boryapmiz. Assalomu alaykum. Hech kim yo'q. Nima bu qishloqlar? Ko'chaga chiqay. Nima uylarga kirmay turibsanlar? Guruh qilyapmiz, ko'ryapsanmi, jinnivoy? Mayli. Qizishmayman. Qizishsam agar dab-dala bo'lardi. Tak. Qandaysan? Zo'r, o'zingchi? Dahshatman. Karachozman. Mayli, nichivo. Polzimda ishlasammikan, bilmadim. Nimadir ish qilishim kerak-da. Lekin topolmayapman, to'g'risi topish kerak. Ketdim bir ikki daraxt chopib kelay, yaxshisi bunda o'tirish befoyda. Tak, yopil, sim yopil deyish kerak. Tak, to'xtanglar-da. Yo'q, normal emas. Tak, biz mana bu yerdan borib nigga daraxt topib kelishimiz kerak. Nigga daraxt kerak bizga. Nima qilasan nigga daraxt desanglar? Aytdim-ku, ertalab Merdiyoniga bordim. Menga joy kerak ferma qurish uchun dedim. O'sha fermada ishlataman bu daraxtlarning atrofini o'rashga yoki boshqa joyga. Kerak bo'ladi-da. Qarorchi fermani atrofini o'rayman. Lekin merda pulni topish kerak. U balki kimdir o'rmonga olib kelib tashagandir. O'rmonga ham yo'q. O'rmon faqat daraxtzor, chakalakzor, butazor, lolazor, gulzor bo'lib yotibdi. Mana bu yoq ko'ryapsizlarmi? Gulzor, meni uyim yoni. O'shaning uchun shunaqa qilib yuribman. Tak, nima qilsam ekan? Stop, pausing. Menda podval yo'q edi. Bu qayerdan paydo bo'lib qoldi? Eshik texnologiya asosida qurilgan, bilaman. Qanday tushaman bu yerga men? Qanday? Mayli, tushdim, onasi deymiz. Voy, oyog'im. Sandiq. Doim bilaman, o'zi qayerdadir. Mana merda boyligi qayerda ekan? Meni uyim tagiga balo bormi merda boyligiga? Qanday chiqaman bu yerdan endi? To'xtanglar. Men shu taxtani bekorga olmagan ekanman o'zi. Tak, narvon yasab chiqib ketyapman-da. Tak, endi cho'p yasaymiz. 1 2 3 4 5. Hammasiga yasash kerak aytgancha. Cho'p, narvon faqat cho'pdan yasaladi aytgancha. Tak, bunaqa. Tak, ko'rdinglarmi? O'rganinglar. Tak, 1 2 3 olamiz. 12 ta. Mana bu verstak men kerak emas, uyimda ichida verstagim bor-ku, nima qilaman? Muhimi mer xursand bo'ladi. Jigarlar, meni ham xursand qilish uchun sizlar kanalga obuna bo'lishinglar kerak. Men xursand bo'lsam, bilasizlarmi bular? Olam guliston bo'ladi. Mana podval bo'ladi. Bu endi menga kakraz o'zi bitta podval kerak bo'lib turganda, tak bu yerdan narvon, mana bu narsalar kerak emas, merga bermayman baribir. O'shaning uchun uyimga olib qo'ya qolay. Merni bitta xursand qilib kelaylik jigarlar.
Tak, hozir boraman. Jigar, suyunch ber. Yo'q, birinchi aldash kerak, qo'rqitish kerak. Pullarni bitta odam surib ketibdi, boshqa davlatga ishlatib qo'yibdi. Assalomu alaykum yana bir bor. Kuniga 8 marta salom berasan, ser salomsan. Ko'ryapsizmi, bu tarbiyadan, bratan. Yaxshi tarbiyalisan. Короче, pullaringiz va hujjatlaringizni topdim. Obke. Yo'q, men olib keldim demoqchi emasman. Короче, bittasi olibdi-da, o'g'irlab ketibdi uyingizdan. Olib borib, короче, Dubayga uchib ketibdi. Qog'ozlaringizni yoqib yuboribdi, keyin pullaringizni ishlatib kayf qilibdi. Endi meni o'ldirishadi hokimiyatdagilar. Endi nima qilaman? Yordam ber, iltimos, menga pul topib ber. Siz jinni siramang. Короче, hazillashdim. Mana sizni pullaringiz, hujjatlaringiz ham qo'limda. Rahmat. Xudoyorlar qilgan odam ekansan. Rahmat jigar. O'zi sen qishloqdan borsanki, olam guliston. O'zi yaxshilik. O'zi nimadir foyda tekkandan keyin jigar. Kechirasiz, hujjatlaringiz uyimda qolib ketdi, tozalab kelib beraman. Latta. Ana, ko'rdinglarmi? Men aytdim, yaxshiliklaring tegsa o'zi sizlar jigarsizlar. Agar yomonliklaring tegsa sizlar lattasizlar. Ko'ryapsizlarmi? Bunaqangi zamonda yashamaslik kerak. Yashash masha. Короче, nima deganimni kim tushungan bo'lsa kommentariyaga tushungan gapini yozib qoldirsin. Nima deganimni tarjima qila olsanglar agar, tarjima qila olmaysizlar, bilaman, chunki men u gapni o'zim o'ylab topdim. Tak, brat, mana hujjatlaringizni ham olib keldim, qo'yib qo'ydim, shkafingizni ichida olasizda, keyin o'zingiz. Rahmat. Yaxshiyam sen borsan qishlog'imizda har qanday balo qazolardan asraysan, har qanday narsaga yordam berasan. Yaqinda senga zo'rroq mashina sovg'a qilaman, lekin obunachilaring yangi yilgacha 50 ming obunachi bo'lsang, va'da senga bitta Gelik, bitta BMW, bitta Audi, bitta Ferrari, bitta Lamborghini sovg'a qilaman. Oho, men avtosalon qurish niyatim yo'q. Haydaysan jinni? Mayli, farqi yo'q. Uni obunachilarimga ayting. Davay, kamerani yoq. Tak, hozir mana tok. Bo'ldi, kamera yoqildi. Marhamat, jigar, gapirishingiz mumkin. Короче, Jo'xon obunachilari, Jo'xon yangi yilgacha 50 ming obunachi bo'lishi kerak. Tez obuna bo'linglar. Obuna knopkasi shunchalik osonki bosish. Shunday bossangiz qo'lingiz kayf qilib Davayte, bosing jigar. Bo'ldi gap yo'q. Brat, addushi rahmat. Men obunachilarim aniq obuna bo'ladi. Sizga aytaman, kommentariyaga yozadi. Obuna bo'ldim, meriga aytib qo'y deb yozadi. Men sizga kelib o'zim aytib ketaman. Bo'ldimi? Davay. Aytgancha men ham YouTube kanal ochib ber, men kompyuterim bor, YouTube kanal yuritaman. Brat, siz hozir qishlog'imizda odamlarni o'ylashingiz kerak. Minecraft o'ynab video olib o'tirasizmi? Qiziqamadi endi. To'g'ri. Lekin sizga bitta maslahatim bor. Qanaqa? Bizni Strong Team degan jamoamiz bor. O'shanga qo'shilsangiz bo'ladi. O'shanda bolalar bor. O'ylab ko'raman. Bo'pti. Boring, endi gaplashib o'tiravermaylik. Men ishlarni qilishim kerak. Mayli, sog' bo'ling, короче. Brat, navbatga turibsiz. Bemalol mana. Navbat yo'q, kirishingiz mumkin. Fermadagi ishlarim qolib ketdi. Nima qilsam ekan? Bo'ldi, короче. Bu kir uxlayman onasini emsin. Hech qanaqa ish yo'q. Menga umuman ishlarni aytmanglar, uxlayman.